yerda qo'yilgan katta maxsus QR kod bu Amir Temurga bag'ishlangan. Bu yerda Amir Temur surati gologramma shaklida chiqib keladi va Amir Temur o'zi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Shu taxtachaga mobil vositani yo'naltirib, maxsus QR kodi bor. Oqsaroyni o'zini tomosha qilish mumkin va u haqidagi ma'lumotlar o'zbek, rus, ingliz, fransuz tillarida taqdim etiladi. XXI asr texnik asr bo'lganligi sababli butun dunyo muzeylarining oldidagi asosiy katta masalalardan biri, ya'ni ekspozitsiyada, umuman muzeyda informatsion, ya'ni innovatsion texnologiyalarni joriy qilish masalasi ko'ndalang qilib qo'yilgan. Mana shu jarayon butun dunyoda, balki bugungi kunda O'zbekiston muzeylarida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ya'ni muzeylar jahon standartlariga muvofiq ravishda takomillashishi shart. Sababi muzeylarga nafaqat o'zimizning xalqimiz, balki xorijiy sayyohlar ham tashrif buyurishadi va mana shu umuman muzeyga qiziquvchilarga, tashrifchilarga biz ekspozitsiya haqidagi ma'lumotlarni yanada qiziqarliroq, to'liqroq namoyish etish maqsadida mana shu informatsion texnologiyalardan foydalanish juda ham katta samara beradi. Aynan Temurlar tarixi davlat muzeyini olib qaraydigan bo'lsak, bu borada ishlar 2018-yildan boshlangan, ya'ni muzeylardagi namoyish etilgan juda ham ko'p noyob Temurlar davriga oid bo'lgan durdona ashyolar uchun maxsus QR kodlarni yaratganmiz. Ya'ni bu 3 ta tilda o'zbek, rus va ingliz tilidagi matnlardan tashkil topgan QR kodlar hisoblanadi. Bugungi globallashuv jarayonida dunyo sivilizatsiyasiga asos bo'lgan moddiy va ma'naviy yodgorliklarni keng ommaga targ'ib qilish dolzarb masalaga aylangan. Muzeylarning ijtimoiy madaniy qimmati, ularning jamiyat va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirini ta'minlashdagi o'rniga katta e'tibor qaratilgan. Shu jihatdan jahonda muzeylarni virtuallashtirish amaliyoti ularning kolleksiyalar haqidagi ma'lumotlarni keng jamoatchilikka onlayn tarzda yetkazib berishning ommabop va tezkor shakli. Muzey marketingining yangi ilg'or usuli sifatida jadal suratlar bilan rivojlanmoqda. Bugungi kunda masofadan turib muzeylarga kirish, ya'ni tomosha qilish ham juda ham jadal suratlarda amalga oshirilmoqda va dastlabki qilingan ishlardan biri bu muzeyni maxsus veb-sayti, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi asosiy sahifasi yaratilgan va mana shu sahifada nafaqat muzeyda bo'layotgan yangiliklar, ko'rgazmalardan tashqari muzeyning virtual turi joylashtirilgan. Albatta bu to'liq emas, balki qisqa bo'lsa ham mana shu virtual tur yaratilib saytga joylashtirish orqali ham biz xorijdagi sayyohlarni o'zimizga jalb qilishga erishdik. Ya'ni masofadan, dunyoni xohlagan burchagidan turib muzey ekspozitsiyasini tomosha qilish va u haqidagi ma'lumotlarni olib va yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida biz ya'ni reklama tarzida buni joylashtirganmiz. Mana shu natijasida ham muzeyga sayyohlar, umuman xalqimiz aholisining oqimi ham juda ham oshganligini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi jarayonlar bu 2020-yillarda muzeyga smart texnologiyalarni joriy qilganmiz. Ya'ni bu aslida mana shu smart texnologiyalar dastlabki jarayon O'zbekistonda Samarqanddagi Go'ramir maqbarasida joriy qilingandi. Nafaqat O'zbekiston, balki bu O'rta Osiyoda birinchilar qatorida mana shu ish amalga oshirilgan va keyin Toshkent shahridagi muzeylardan biri, ya'ni aynan bizning muzeyimizda mana shu texnologiyalar joriy qilindi. Ya'ni buni samarasi nimada deb aytishimiz mumkin? Kelayotgan tomoshabinlar har xil bo'lishi mumkin. Masalan, gidsiz aylanishni xohlaydigan tashrifchilar bor. Bularga aynan mana shu texnologiyalar juda ham qulay keladi va eng asosiysi hozirgi paytda yoshlarga mana shu Temurlar davriga oid bo'lgan tarixiy jarayonlarni, umuman tarixiy avloddan avlodga saqlanib kelayotgan boy manbalarimizni mana shu ekspozitsiyalar orqali, xususan innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uyg'unligi orqali ham biz taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Sababi hozirgi paytda yoshlar hammasi texnika asrida yashashyapti. Har bitta yoshda, xoh maktab o'quvchisi bo'lsin, talabalar bo'lsin, ularning hayoti bevosita internet bilan bog'liq, mobil vositalari bilan bog'liq. Shu sababli ham mana shu kelgan yoshlarga qulaylik yaratish maqsadida o'zlarining mobil vositalari orqali ekspozitsiyaga yo'naltirilgan, ko'rsatilgan maxsus smart taxtachalar orqali ekspozitsiya haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Va bu nafaqat o'zbek tilida, balki rus, ingliz, hattoki biz fransuz tilini ham
ham qo'shganmiz, ya'ni sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Osiyo davlatlarida virtual muzeylar yaratilishining ahamiyati, ularning mohiyati, virtual muzeylarda badiiy hunarmandchilik ashyolarining aks ettirilishi, muzeylarning virtual ko'rinishini yaratishda ko'rgazmalarni ilmiy amaliy asoslash, ularga badiiy yondashish, muzeylarning informatsion olamdagi o'rni, muzey va tomoshabin o'rtasidagi zamonaviy vizual kommunikatsiyalarning rivojlanishi dolzarb masalaga aylangan. Assalomu alaykum. Men virtual gidman. Mening vazifam mening orqa tomonimda joylashgan devoriy tasvir, ya'ni buyuk sohibqiron, buyuk bunyodkor nomli 3 qismdan iborat asar haqida gapirib berishdir. Uning maydoni 200 kvadrat metrni tashkil etadi. Ushbu asar markazining yuqorisida Amir Temurning kuch adolatdadir degan shiori oltin harflar bilan bitilgan. Muzeyning eng asosiy markaziy qismida qo'yilgan maxsus air belgili taxtacha muzey haqidagi ma'lumotni to'liq qilib taqdim etadi yoki bo'lmasa mana shu kirishdagi ko'rsatilgan mahobatli rang tasvir. Bir qarashda bu oddiygina freska, ya'ni 3 qismdan iborat surat bo'lishi mumkin, lekin aslida buni zamirida juda ham katta tarix yotadi. Ya'ni Amir Temurning tug'ilishi, yuksalishi, vafot etishi va undan qolgan juda katta meros. Mana shu freskadagi har bitta qism haqidagi ma'lumotlar maxsus video gidga joylashtirilgan va kelgan tomoshabin o'zi bemalol mana shu video gid orqali ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa yuqorida muzey bo'ylab bizda o'sha Temuriylar davrida barpo etilgan muhtasham binolar, Oqsaroy bo'ladimi, Bibixonim, Yasaviy maqbaralari bo'ladi. Mana shu maqbaralarni maketi joylashtirilgan. Lekin ko'pchilik mana shu binolarni o'zini ko'rish, umuman ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlashadi. Ya'ni borish imkoniyati bo'lmaganlar mana shu smart texnologiyalar orqali muzeyni maketlari yonida qo'yilgan maxsus taxtachalar orqali shu binolarga sayohat qilishi, ya'ni virtual sayohat qilib, umuman me'moriy binolar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Yana bitta asosiy juda ham qiziqarli ma'lumot, bu muzeyimizda maxsus galereya mavjud. Bu Temuriy shahzodalar, o'sha Temuriylar davridagi eng mashhur hukmronlik qilgan 12 ta shahzodalarning portretlari joylashtirilgan. Mana shu portretlarda sun'iy intellekt yordamida jonlantiriladi va o'zi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Men Xiriddin Muhammad Bobur. Otam tomonidan Amir Temur avlodidanman. 1483-1530 yillarda yashaganman. Umrimning eng ko'p qismini harbiy yurish va janglarda o'tkazdim. O'z ona yurtimdan bosh olib ketishga majbur bo'lganman. Taqdir taqozosi bilan 1526-yilda Hindistonga kelib, bu yerda buyuk Boburiylar sulolasiga asos soldim. Bugungi kunda ularni faqatgina 3 ta shahzodani mana shu smart innovatsion texnologiyalar orqali biz taqdim etganmiz, lekin kelgusidagi rejalarimizni umuman hozirgi paytda amalga oshirilayotgan ishlardan biri bu mana shu galereyada taqdim etilgan barcha shahzodalarni sun'iy intellekt yordamida joylantirib, o'zi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish masalasi qo'yilgan. Albatta buni ham yaqin kunlarda taqdimotini o'tkazamiz. O'zbekiston tarixi va madaniyatini internet tizimi orqali tanishtirish va zamonaviy texnologiyalar yaratish istiqbolda muzeylar faoliyatiga yangilanish jarayonlarini tatbiq etishning muhim omilidir. Ta'kidlab o'tish joizki, muzeylarning internet tizimidagi keng qamrovli ma'lumotlar bazasi xorijlik sayyohlarning O'zbekiston tarixiy madaniy boyliklari bilan tanishtirishga bo'lgan qiziqishi ortib borishiga xizmat qilishi shubhasizdir.